Assalomu alaykum akalar. Bugun obzorimizda Mercedes-Benz W210 mashinasi bo'ladi. Sirasi informatsiyasini aytaman. Mashinamizda 1997-yil ishlab chiqarilgan, 468 ming kilometr kuzovga bosib o'tgan. Motorimizning probegi 100 mingdan sal oshgan. Motorimizda 113 motor, ya'ni 5 litr propellar bilan motor ходовой коробкамizda xudo xolisa zo'r holatda mashinaga takoy mehr berib qo'yilgan, takoy zo'r diskalar qo'yib qo'yilgan. Narxi atiga $8160. Bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Endi mashinani bitta ko'rib chiqamiz. Mana turishini qaranglar. Juda ham derskiy. Xo'p, amortizatorlarimizni zanijeniya qilingan, diskalarimizni juda ham ideal holatda. Mashinamizda полный polirovka bo'lgan. Mashinamizning suvagi but-butun, освежит bo'lgan. Mashinamizda avangard pozitsiyasida, ya'ni lyuklarigacha mavjud mashinani ko'rsangiz bo'ladi. Orqa rakursini ko'ramiz. Orqa rakursi ham juda ham zo'r. Ko'rsangiz bo'ladi, o'zining optikasi, двойной выхлопной sistemasi, hattoki popkornlargacha bor. Ovozini bitta eshitib ko'ramiz. Mashinamizning baki juda ham katta. Bemalol tirikchilik qilib benzin olib kirsanglar ham bo'ladi. Hattoki aytib o'tgandek propan ham bor. Endi sizlar bilan bitta interyerni ko'ramiz. Sidenalarimizda motor sideniya, avtomatik korobka, stiklopodъемniklar, bakovlarni boshqaradigan rejimli, SP ya'ni stabilizatsiyani o'chiradigan rejimli, klimat zonalari, pnevmatifon qo'yib qo'yilgan, multifunktsional rul qo'yib qo'yilgan. Takoy skromniy. Okalar, narxini eshitdinglar. 5 litr 113, atiga $8160. Mashinaning holati xudo xolisa zo'r holatda.